Şimdi sizler tordaşlar bu Sevirden imam bolsa ammalar tonuşluq bir köp qırlıq sanatkar inimiz. Hem Sevirde imam bile bu işimizden burunғы bir tariximiz var. Bu Sevirden imam deyimiz, bizden Olca'daki Perat deyimiz, bizden Ekrem Seyitval deyimiz, Ebey inimiz. Bular bir jürüş aynı yıllarda menin manda aytgan şagirtlerim desem boldu. To'g'ri. Mening biz birga o'yan qo'yib mangan ham onun ustiga men turtki bo'lgan bularning o'sha hozirgi vaqt kelishiga. To'g'ri. Bu Sevirdan burun etotla o'ynayman aka, naqsh etmayman desam men etsa naqshini nimda bitolmaysiz deb hozir mana dangliq naqshchi bo'ldi. Raurus etotchi ko'p qirliq tajriba etganda qiziqchilikning hammasida bor bu. Buni nurg'un odam bu Sevirdan burun qoqlarni uqmaydi, bu kichik dilli tirishchan, tirishqandimi ajoyib tirishqan bola. Biz o'yan qo'ygandimi Sevirde imam desak tövende hammasi zodi alqishli sanatkar bo'lib kelgan. Ana yaqin yillarda ekran orqali texmo bu o'zini namoyon qildi. Bu inim rahmat sana. Rahmat ustoz, rahmat. Hammasi hamda shu ayni yillarda shu sahnani siz bagashga qila olaysa, etalaysa deb turib bizdagi shu yoshirin iqtidorni qizib chiqara olganligingiz uchun biz qo'rqmay Ömercan'ın bizge turtki bo'lgan yerda biz nimadan qo'rqaydik deblar sahnada bütün kuchimizni namoyon qilib o'chaqlarda endi hozir qanday bunda matbuotlar o'yin telefon yo'q. Shunga biz endi bor kuchimiz bilan sahnada namoyon qildik. Etotdan 3-4 ni o'ynab, laqshidan shuni aytib, riyosatchilik qilib, ish qilib shu sahnada qilish tegishli nima bo'lsa shuni qildik deb muzikantlar kambolab qolsin, muzika chaldirgan. Qirliqlar hamma qildim. Ishqilib hamma qilatdik aka. Shu vaqtlarda bizga yariylik bo'lg'ach qamadat ilhomlarni bergashga bugünkidek mana xalqningga yaxshi e'tirof qilishiga erishdik. Buning hammasiga sizlar shu ustozlar sababchi bo'ldinglar. Bizning endi bundan keyingi san'at yo'limiz uchun sizlar yana turtki bo'lib, o'shtaq to'rda o'tirib, madad ilhom berib bermasanglar teg'i bo'lmaydi. Bizlar emas, yana yetilib chiqayotgan nurg'un naqshchi, muzikant, nurg'un artistlar bor. Shular sizlarningki madad ilhomlaringlarga, yana qo'llashinglarga ehtiyojli aka. Shunga har vaqt tilingiz salomat bo'lsin, umringiz uzun bo'lsin. San'at hayotingiz texmi gullansin. Rahmat. Sening ham shunda bo'lsin. Salomat bo'laylik. Rahmat.